934 حديث عن أبي غزة الخزالي قال أبو غزة الخزالي خبرت الله إشيس صلى الله عليه وسلم أي كان إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. Biz bu hadisni algan edik. Agar Alloh subhanahu taala biror bandasin biror yerlikda onun jonini olasi kelar ekan, ya'ni uni shu yerda halok etasi kelar ekan, Alloh subhanahu taala bu kishiga shu yerda nindidir yumush sola. Nindidir mashaqqat yasi, ya'ni kishi shunda toba yo'g'ala, shu ya'ni shunda toba yo'l tuta, ham Alloh subhanahu taala naq shu yerda uning jonini oladi. Alloh subhanahu taala naq shu yerda uning jonini oladi. الشيخ هذا الحديث فيه الدليل على أن الله تبارك وتعالى قد كتب على عبد كل شيء يتعلق بحياته ومماته ودنياه وبرزخه وأخراه. Bu hadis dalil bo'lib turgan narsaga Alloh subhanahu taolo o'zining bandasine bor narsani yozib qo'ygan. Taqdirini bor narsani yozib qo'ygan. Uning turmushin, dunyosi, uning o'limin, hatta onun barzaktaki turmuşun, hatta onun ahiretteki turmuşun. ومن جملة ذلك الموت سببه وزمنه ومكانه قد فزغ الله من كل ذلك. Hem şulayık onun ulemin, Allah subhanahu teala indi onun yazıp kan, nişik uleşek ol, kayda uleşek ol, koyşan uleşek ol, ni sebeple uleşek ol. Ni sebeple uleşek ol. Hem indi Allah subhanahu teala bunun barısından indi bilgilep koygan. Belgilab qo'ygan. Shuna ko'ra qo'y vaqtda aytadilar bitali. Nega so'ng shunda borgan endi u shunda bormasa o'lmas edi deb. Yo'q. Naq shunda borib o'lar edi. Endi bu uning taqdirini yozib qo'ygan. Aytadilar, mana shu vrach tushmagan bo'lsa, isan qolar edi. Shu vrach vaqtida tushgan bo'lsa, isan qolar edi deb aytadilar. Yo'q, qolmas edi. Uning taqdiri yozilgan. Uning taqdiri yozgan bu bor narsada qachon o'lasin, nechik o'lasin, ham shu o'luvining sababi endi uning turmuşunda yazılıp koyulgan. فإذا أراد الله عز وجل قبض عبد في المكان الذي قد جرى بكتابته قلمه جعل له إلى هذا المكان حاجة حتى يتحقق فيه قدر الله الكوني. Şuna göre Allah subhanahu teala birer bendesin, mesela kişi Tatarstan'da yaşay. Onun takdirine yazılgan Amerika'da olur deyip mesela. Amerika yerliginde olur deyip. Ularga bir necha kun qolgach Alloh subhanahu taolo anga shunda biror mashaqqat yosi, ya'ni biror tilak yosi shunda u shuning uchun bora yo'lga chiqa, ham shunda borib yetib uning taqdiri bo'lashaq. Ya'ni u shu yerda vafot bo'lashaq. Wa amma al-ghabd fa innahu la ya'lamu sabab ajlihi. Lekin bir kishidan bilmay qachon ishi o'lasin. Sababin ni sababli o'lashaq u. Ni ishi o'lashaq buni bir kishida bilmay. ولا وقت أجله لقول الله تعالى شنك الله سبحانه وتعالى لقمان سورة aytdi إن الله عنده علم الساعة شنقطة الله تغنى نندي آخر ساعة غلمة الله تغنى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام شلايك الله سبحانه وتعالى بارتك الله قنا بلا قايس جيرده قايشان نندي yangır tüşəsin. Hem kişinin qarnında, ananın qarnında kim ikanin Allah qına bile. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Bir kişiden bir can yese bilmey ertege nerse bulaşağın. Nerse özüne alaşağın. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Şayet Allah Kur'an'da ayta bir kişide bilmeydi nindi jirde ol ulaşak. Nindi jirde ol ulaşak. İnna Allah alimun habir. Şimdi Allah qına ilimli hem bilişi. فواجب الإيمان بأقدار الله الجارية. شاكرا كشي جو الله نن تقديرنا شانرغاتيش شوها تقديرنا شان واجب لبترا وليكسر العبد من قول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. شاكرا كشي كبرك اتراتيش لرنين سلرنا اتراتيش من الله كايمان كتردن. Âmentü billah min Allah'a iman keltirdim. Hem Allah'tan kelgan barlık haberge, hem Allah'ın tilegine, yani bar nersede Allah'ın tilegi bilen bu dünyada barlık bara. Ve âmentü bi Rasulillahi ve bima câ'an Rasul. Şayet Allah'ın
elchisine iman keltirdim ham Allohning elchisi kelgan bor narsaga da iman keltirdim degan so'zlarni kishi ko'proq qabatlarga tegish. Ko'proq qabatlarga tegish. Shunga ko'ra bu hadisning uzun so'zning qisqasi kishi ajali jetdi ekan, ul baribir o'lashadi. Nindigina kishi bo'lmasin, nindigina sog' salomat kishi bo'lmasin, nindigina boy kishi bo'lmasin, ana bir kishida qoldira olmaydi. Qo'yatda aytalar masalan, kishi masalan bik yaxshi yüzüshi bo'ladi. Yüzüshi bilan ham suvda botib o'ladi. Aytlar, nishik bu o'zi o'la olmaydi deb aytalar. Buni botirganlar deb aytalar. Chunki shunda yaxshi yuzi uning o'zidan o'zi botib o'luvi mumkin tugul deb aytalar. Mumkin. Alloh subhanahu va taolo yozgan shular botib o'larga. Ham eng yaxshi yuzishi shu suvda botib o'larga mumkin. Kila Ibn Kasir Qur'on tafsirida bir qiziq voqea keltiradi. Biz baribizda bile Süleyman aleyhisselam yani Allah'dan bulgan peygamber jinler, hayvanlar, kuşlar bilen idare eder. Onun askerinde hayvanlar bula, jinler bula, kuşlar bula. Ham Hudhud degan kuş, o da tatarşançık var mı? O ançık. Hudhud degan kuş Süleyman askerinde bula, ham onun vazifası nindi bula? O jirde ışıp, şullerde ışıp, jir ostida suvliqlarni qo'yda yotganini Süleyman alayhissalomga xabar etadigan bo'ladi. Ya'ni jir ustidagi suv tugul, jir ostida shishmalarni qo'yda bor ekanini Süleyman alayhissalomga xabar etadigan bo'ladi. Ham olimlarimiz ayta, bu Hudhud ismli qushlarning, ya'ni Udud turkumli qushlarning Alloh shunday sifat bergan. Allarga shunday sifat bergan, allar jir ostida qo'yda nindi suvning yotganini bilalar. Ko'ralar jir ostidagi suvni. Sezalar. Ham shu Ibn Kasirning tafsirini o'qib qo'y bir jahillar aytalar, nishigina shuladilar. Ovshi qushlarni tutishi, shu Hudhud qushlarin nechik tutalar bilasizmi? Qum ostına jip qo'yib, qush shu jipga bosqach, ko'rmay bitini jipni. Shu jip bilan, ya'ni o'zich bilan shoytib qushni tutib olalar. Aytlar, nechigindi u yer ostida yotgan suvni ko'radi, lekin qum ostida yotgan 1 santimetr qum ostida yotgan jipni ko'rmay. Bu durust narsa tugul aytlar. Shunda olimlarimiz aytlar, "Iza ja'al qadar g'umiyal basar." Iza ja'al qadar g'umiyal basar. Agar kishining taqdiri keldi ekan, ko'zi suqraydi. Taqdiri keldi ekan, ko'zi suqraydi. Shunga ko'ra bu qishtog'in yer ostida 100 metr yer ostida yotgan suvlarni ko'rgan qush endi taqdiri yetgach 1 santimetr yer ostida yotgan narsani ko'rmay, jipni ko'rmay hamma o'sha jipga lagib halok bo'ladi. Shunga ko'ra kishining taqdiri keldi ekan, nindigina mahir, nindigina qudratli kishi bo'lmasin, agar endi uning taqdiri kelar ekan, burun ostida yotgan shiqirni da ko'rmay. Burun ostida yotgan shiqirni da ko'rmay, ham shunga ko'ra taqdirga ishonirga kerak. Ham endi taqdir bilan nigina bo'lmasin, kishining turmushida nigina bo'lmasin, yashaydilar kerak. Amantu billah. Men bir Allohga iymon keltirdim. Allohu alam.